Thank you so much, Mr. Glucksmann. And I think these powerful remarks really capture your ongoing efforts within the European Parliament to make sure that there's a price to pay for China and that we are focused on actions and initiatives to bring a real change. And from the World Economic Congress, and I think from everybody here in the room, we thank you very much for your ongoing solidarity and support. I would now like to give the floor to Mr. Dolkun Issa, who is the president of the World Uyghur Congress. He was the leader of the pro-democracy demonstrations in Xinjiang University from 1985 to 1989. He was eventually expelled from the university but completed a degree in physics, a master's degree in political and social sciences at the University of Gazi in Turkey, and a degree in computer science in Munich. Mr. Issa sought asylum in Europe after facing political persecution by the Chinese government in 1994. He became a German citizen in 2006. And in 1996, Mr. Issa helped to found the World Uyghur Youth Congress in Germany and served as its executive chairman and currently as its president. In 2004, he helped to found the World Uyghur Congress and served as Secretary General. He continues to advocate for Uyghur human rights issues at international institutions such as the United Nations Human Rights Council, here in the European Parliament, European governments, and international human rights organizations. Mr. Issa, the floor is yours. Esselamu Aleyküm. Dünyanın her kayısı çaylarından gelen aziz mihmallar. Esselamu Aleyküm. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler. Good morning, ladies and gentlemen, dear friends. Thank you for all coming today. As President of the World Uyghur Congress, it is my great pleasure to organize an open International Uyghur Forum, which comes at important time for the Uyghur people. Let me start by thanking our co-organizers, Hasana International and the International Union of the East Turkestan Organization, as well as our co-sponsor, UNPO, Society for Threatened People, Rana Kassin, Fair International, and the International Society for Human Rights. My sincerely gratitude also goes out to European Parliament member, dear friend Ismail Ertuğ and his team, who have been kind enough to host this opening session in the European Parliament. And I want to also thank good friend Glucksmann, and also here is some other very supportive good friends from around the world. Madame Kramon, she's here. Our good friend from UK Parliament member Afzal Khan is here, and also my good friend from Canada, Sami Zubair, and Alex Burner, they are here, and also Vice Chair of the Uyghur Tribunal, Nick Witcher is here, Hamid is here, and also Ambassador Haley Kerry she is here, yes. And so many of friends from around the world are here. We are happy to see all of them here. As I say, this forum comes at a crucial time in the history of East Turkestan. Over the past 2 months, People's Republic of China and its crimes have made consistent headline. In August, during the final minutes of her mandate, former UN High Commissioner for Human Rights finally released her long-awaited report. In middle October, UN Human Rights Council shameful failed to adopt cinayetleri izchil turda xabar qilinib keldi. Muşu ötken haftanın içinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengişide Xitay hükümeti Uygurlarınki taqdirga münasibetlik mühim özünün təsiri, diplomat təsirindən tayinib Birleşmiş Milletler Teşkilatıdaki mühim bir karar layihəsini rədd qıldı. Lekin xalqaradakı Uygurlarınki quruluşunu qorlaydigan tirishçilikla davam qilib kelyapti. 50 mesela muşu yıkıldam 50 devletlerinki birleşme bayanı elan kılıp Uygurlarınki yolu kıvatkan mislisiz
insan hakları depsendirici, irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetini eyüpledi. Ama bu yerdimi elbette bu yer Brüssel'de mi nayeti çıkışlar yüz verdi. Şu atalmış Şinjan Sakçı arxivleri aşkarlandığından keyin Avrupa Parlamenti birdek karar maqulab Xitoyningki insoniyatga qarshi vahshiy jinoyatlari va irqiy qirg'inchiligini oxiri e'tirof qildi Uyg'urlarga yo'l qo'yotgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa komiteti astoydillik shu majbur emgak mahsulotlarini Yevropaga import qilishni cheklaydigan nimalarni keldi muhim qarorlarni chiqardi. Biz bir yılda Avrupa Parlamentining, Avrupa xalqining, Avrupa siyosatining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashininki kutigimi ko'p bo'lib qolganligini his qilyapmiz. Shundan boshqa Avrupa Parlamentida yana yangidan Uyg'ur do'stlik guruhi qurilib, Uyg'urlarningki nimasi uchun Uyg'urlarningki haq huquqlari, hurlikini qo'lga keltirish uchun nurg'unlagan tayyorliqlarni qilyapti. Şununla bir vaqtda yana albatta xalqimizningki hurligi, azodligi, inson haqlarini qo'lga keltirish uchun nurg'unlagan xizmatlarni ko'rishga to'g'ri keldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida jumladan bu qitim G'arb davlatlari bosh o'tirib qo'ygan bu qarorningki qarorningki mag'lub bo'lgandan keyin bu yerda qilgan ishning texamijiqligini his qildimiz. Aynı zamanda Xitoyningki jumladan shu sharq tarafdagi davlatlarni o'zininki iqtisodiy, aldamchilik, diplomatik besim orqali qo'l keltirib, Uyg'urlarga diniy jihatdan va irqiy jihatdan yaqin bo'lgan xalqlarniki qo'llashdan mahrum qolganligidan iborat bu masala. Texamo zo'r va muhim masala va kriz bo'lib o'tirib chiqyapti. Uyghur Sot Mahkemesi'nin Uyghur Sot Mahkemesi'nin nurg'unlagan guvohligini anglash minglarcha, 10 minglarcha betlik isbotlarni ko'rib chiqish va shunday qilish orqali Uyg'urlarning Xitoyning Uyg'urlarga sistemlik irqiy qirg'inchilik ekanligini bekitib chiqdi. Ve aynı zamanda Avrupa dünyanın arkadaş taraflarında, arkadaş devletlerde Uygurlar Xitayni kanun arkalık cezalaş emelleri tırışçalıklı bir vakti. Mesela Argentina'da Uygurlarını Xi Jinping'ni sotqı birdiğen işler yolga iş kirişti. Xitoyninki Uyg'urlarga qilgan qirg'inchilikka nuqul oldiki, Uyg'urlar bilan qolmasdan balkim butun dunyoninki jumladan g'arb davlatlari o'tirib qo'ygan bu dunyo sistemasiga bo'lgan bir cho'ng bir xiris, insoniyatga bo'lgan bir haqorat, inson haqlarini qo'llaydigan adolat va barobarlik prinsiplariga qo'yilgan bir haqorat. Biz devletlerde Xitoyga bo'lgan, Xitoyning siyosatiga bo'lgan uyg'unishlarni ko'ryapmiz. Nurg'unlagan davlatlar o'zininki nima qaratgan, Xitoy qaratgan siyosatlarini qaytadan ko'rib chiqishga va uning qarta yangi tadbirlarni erishishga atlandi. Uyghur mecbur emgekke Yevropaninki katlamdaga kirgen Yevropa bu ve aynı zamanda Yevropa halkını, Yevropa siyasetini, Yevropa istimançılarını Uyghur kırgınçılıkla bağlayan bir vaziyette. Dünyadaki bu Uyghur kırgınçılık karşı nokul alda siyasi sahanın işi olmasın, belki bu iktisadi sahaninki ve ictimai teşkilatınki ve bütün cemiyetinki bir ortak vazifesiga, ortak nimesiga ayniş gerek. Çünkü bir yerde Uygurlarınki kunde iştirak horluqı ve horlanışı ve olanınki kırgınçılık uçuruşunda dünyadaki hem halklarınki cümleden Xitoyninki mahsulotlarni iste'mol qiladigan, Xitoy bilan yaxshi siyosat bilan bo'lgan davlatlarning hammasining bevosita nimasi bor, majburiyati bor.
Biz bilimiz Xitoy qarşı ortak siyaset, Xitoy qarşı ortak harekette çoğum hemimiz birlikte erkişimiz gerek. Hemimiz bilimiz Xitoy növbette iqtisadi cihetten bolsun, siyasi cihetten bolsun ve başka sahalardan bolsun güçlengen bir vaziyette bu meseleni çoğum dünyadaki her kaysi halkla, milletle özününki insan haklarını, hürlükni, baravarlıkni qo'llaydigan xalqlar çoğum bir yerga kelib Xitoyga Uyg'urlar qarayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga harakat qilish kerak va shundaqla Xitoyningki bu mustabid tuzuminingki xalqaro davlatningki xalqaroningki bir nima bo'lsin rahmat. Thank you so much, Mr. Issa, for these strong remarks. I would like to give the floor now to Mr. Kemal Ergun. He's on my left here. He's the chairman of the Islamic community, Mili Gorush, and a board member of Hasene International. He studied Islamic theology at Istanbul University and continued his studies at Al-Azhar University in Cairo in 1992, where he has specialized in... Növbette Bolgan Efendimiz'deki güçlük nutku için köp rahmet. Növbette Kemal Ergün Efendim'e söylesek tıkınmakçı. O İslam ilminde okuyan İstanbul'da ve şundakla növbette Milli Görüş Teşkilatı'nınki yani Türkiye ve Türk İslam dünyasındaki tesir gücü en çok boğan Türk İslam Teşkilatı'nınki reisi bulup sonunda bu paletninki bu teşkilatın baş teşkilatçılarından birisidir. Hürmetlik musafir, hürmetlik mehmanlar, hemmalarını hürmetle salamlayman. Bu inşallah Allah'ın izni bilen bu xtunluq faaliyetimiz bizninki yaxşılıqqa bu yerdeki bu faaliyetimizde 100 yıldan buyan insanlar yüz kurbatkan 100 yıllık en çoğ bir zulümlarınki şu zulümlara bir şahit bulup turbatımız Uyghur qeyrindaşlarımızga yüz burvatkan bu qirg'inchiliklarga ve zulümle bütün dünyaya bir için avaz toplash için bir yere keldik. Bu sözlerni so'zlayotgan vaqtimizda Xitoyning zindanlarida yüzlerce insanning bo'g'anligini hammamiz bilamiz. Biz bu yerda biz baklar bir yerde nayete rahat bunda yaxshi bir muhitda bunda toplantını yapıp toplantını kılıp yig'inni qilib uyimizga qaytgan vaqtimizda lekin minglarcha yüz minglarcha Uyg'ur qarindoshlarninki bu yerda zulmninki texmo davom qilganligini bilib yetalaymiz. Bu yerda o'zliklaridan xabar olanmay biz bu yerda rahat yashayotgan vaqtlarimizda ularninki shundoq zo'r bir zulmning ostida qolib qolganligimizni unutilib qolmasligimiz kerak. Ular mullal melog'ancha musulmon Uyg'urlar musulmon bo'lganligi uchun, Uyg'ur bo'lganligi uchun Xitoyniki zindanlarda o'ziniki butun haq-huquqlardan, zindanning tashidimi butun haq-huquqlardan olgan bir sharoitda qilyapmiz. Ve bu yerda insonning haq-huquqiga hech mos kelmaydigan bir nimalarga bir vaziyatlardan duch kelmoqda. Men sizlarga shunday bir savolni so'g'im qildi. Bu Sharq Turkiston bütün dünyada Sharq Turkistonda bo'layotgan bu zulmlarni bilmaydigan odammi bormi? Bugun bu yerdagi acaba dünyada Uyg'urlarninki zulmidan uchrayotgan vaziyatidan xabar topmagan, bilmagan ashta odamlar bormi acaba? Adam insan ilim adamları bağımı dünyanınki her kaysı televizyonlarda, her kaysı sahalarda, öylerde, halkarat her kaysı sahalarda dünyanın bulun puçkaklarında Uygurlarla alakadar, Uygurların ve zulümü alakadar bütün nesli tolup düşüp bitipti. Bunu hiç kim gözünü yumanmaydı, bunu hiç kim bilmegendim diyenmeydi. Uygurlar karşılayan zulüm bizni adalet ve insan hakları hakkındaki bir sahada bizni nayeti mühim bir ciddi rekabetlerden karma karşı kıldı. Şarkı Türkistan'da yok tutulgan medresler, mektepler, öyler
ve Xitayning Uyg'urlar qaratgan sistemalik assimilyasiyon siyasetlari ve dini kimliğini, cümleden dini kimlikini, dini kimlikini yo'qotish uchun qilayotgan bütün tirishchanliklarini bu Yevropaninki inson haqlari ve barobarlik ustiga qurilgan sistemininki bu prinsipininki mos kelmaydiganligini bilib yetish kerak. Uyg'urlarninki Uyg'ur qarindoshlarninki dünyanınki bir yerde kelip Uyg'urlarninki zulmiga bir uchun ovoz chiqarish va ularni to'xtatish uchun bu zulmninki to'xtatmoq uchun bu yerga kelganligingiz uchun ko'p rahmat. Bu yerda men o'zimning shaxsiy va tashkilot adami bo'lish sifatim bilan sizlarninki bugungacha ko'rsatgan bütün tirishchanliklaringiz uchun ularga qilgan uchun ko'p rahmat va rahmat aytaman. Albatta biz bu yerda Uyg'ur meselelerini, Uyg'ur qirg'inchiligini anlatish uchun, onun uchun bir hal qilish chorasini tepish uchun kecha kunduz qarindosh qo'yayotgan, mush sorunimiz bo'lgan yoki bo'lolmagan barliq qarindoshlarimizga ko'p rahmat bildiraman. Biz özümüzün teşkilatı, bütün camilerimiz, bütün imkanlarımız bilen biz bu zulümü to'xtatish uchun qo'limizdan kelgan barliq tirishchilikni ko'rsatishga tayyorman. Xitoyning Sharq Turkistondagi inson haqlari insonlarga bo'lgan Uyg'ur qirg'inchiligiga biz bu yerda özün imkanlarını bütün bizning mamlakatlarda bütün imkonlardan ayrılgan Uyg'urlar uchun bu yerda bir kuchli ovoz bo'lamiz va ularningki shundoq biz bu yerda Thank you so much, Mr. Ergun, for these remarks, and also our sincere gratitude for your support and the support of Hassan International by co-sponsoring, co-hosting this forum, and for raising your voice for the Uyghur people. It's much appreciated. I would like to turn to the opening remarks of Mr. Hidayat Oguzhan. Unfortunately, he couldn't be here in person today, but he has kindly sent video remarks. Mr. Oguzhan is the president of the International Union of East Turkestan Associations. He holds a bachelor's degree in Islamic law from the Lahore International Institute of Islamic Studies and a postgraduate degree from the Institute of Islamic Studies at Punjab University, Lahore, Pakistan. He settled in Turkey in 2002 with his family. He is playing an active role in social organizations for the Uyghur cause in Turkey, as well as internationally. Hidayat Özgür. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan efendim bu yerge kilenmey kaldı. Videoda Oğuzhan efendimninki sözünü anlayınız. Teşkilatlar rehberleri, parlament azaları ve hanımlar efendiler. Ben Şarkı Türkistan halkının müstakillığını ümit kılgan asasda sözümünü başlayayım. Ben bu yığını birlikte uyuşturgan teşkilatlara rahmetliğimi bildirmen. Bu Xitoy hukumatining erkak qirg'inchiligini to'xtatishda muhim bir birlikka kelgan harakat bo'lishi kerak. Ya'ni 70 yildan buyon ilib berayotgan Uyg'ur xalqiga ilib berayotgan jinoyatlarni ko'rsatishdan muhim bir
yig'ilish bo'ldi. Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat elib beryapti. U shundaqla dunyoning tinchligiga ham xatar bo'lib kelyapti. Men shuni ta'kidlaymanki, Xitoy hukumatining tajovuzi bilan Uyg'ur xalqiga qaytib bo'lmasligini talab qilamiz. Xalqarada Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga elib borgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatligi bu insoniyatning elib berayotgan bu jinoyatları dunyodagi eng qorong'u batlarning birisi deb qarashga bo'ladi. Xitoy hukumatining qo'lida musulmon ayollar ig'ir ahvolda qolmoqda. Bizning islomiy yadigarliklarimiz buzg'unchilikqa uchradi. Xitoylashtirish ilib berilyotdi. Barliq xalq yordam deb iltimos qilyotdi. Bu forumning dünya xalqini uyg'otishni, Sharq Turkiston xalqining huquqi uchun so'zlashini umid qilaman. Xitoy hukumatining terrorlik assimilyatsiya siyosatini oshkorlash, Uyg'ur xalqi azaldan tarixdan buyon tinchlikni suyib kelgan xalq. Uyg'ur xalqi mustaqil bir davlatni qurib, dunyoning bir parchasi bo'lishni umid qiladi. Mustaqil Uyg'ur xalqi dunyoning tinchligiga to'kib qo'shadi. Agar biz o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirsak, Xitoyni irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun dunyo Sharq Turkiston xalqi bilan birlikda bo'lishi kerak. Shundaqla Xitoy hukumatining dunyoning boshqa joylaridagi, masalan Shangandagi shundaqla Tayvanga bo'lgan xatarlarni ko'rib yetish kerak. Xitoyning iqtisodiy har qaysi davlatlarga singib kirmoqda. Xitoyning Sharqiy Janubiy dengizdagi harbiy taraqqiyotlari dunyoga xavf elib keladi. Xitoyning Kunzi institutlari va boshqa to'rt yuzda ilib borgan istihbarotlari dunyoning tinchligiga, dunyoning bexatarligiga ta'sir yetkazadi. Bularning hammasi Xitoyning dunyoning tinchligiga qanchalik xatar ekanligini ko'rsatib berdi.
dünya halkı, dünya devletleri hamkorlashib Xitoyning shu tahditlariga taqobil turishga tirishchanlik ko'rsatishi kerak. Ham Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga ilib borgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi Birleşken Milletler Teşkilatları, başka xalqaro organlar hammasi bilan birlikda tirishcha hamkorlashib Xitoyning xatirini qarshi turish uchun tirishchalik ko'rsatamiz. Biz davlatlar, tashkilotlar va boshqa xalqlar bilan hamkorlashib o'zimizning mustaqil bo'lish maqsadimizga yetish uchun tirishchalik ko'rsatamiz. Men shuni ta'kidlaymanki, Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ichki ishi bo'lmasdan dunyoning umumiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatadigan bir masala. Xalqaro sud tashkiloti Xalqaro sudi Xitoyni shu qilgan jinoyatlarni so'rishi kerak. Erkinlik, demokratiya ve tinchlikning düşməni bo'lgan o'rtaq düşmaniga teng taqobil turishni umid qilaman. Oğuzhan efendimga ve Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining rahmat. By Ms. Miriam Lexman. Thank you so much for joining us today. Ms. Lexman has been one of our most supporters here in the European Parliament for a long time, and for her work she has also been sanctioned by China in 2021. So I would like to give our final opening remarks to you, Ms. Lexman, and please give her a warm welcome. Lexman xanım, sözgü teklif qilamiz. Xitoy hukumatining jazosiga uchragan. Meni bu yerga taklif qilganligingizga ko'p rahmat. Bu masalaning Yevropa parlamentida so'zlanishi nihoyatda muhim. Bu yerda men shuni so'zlamoqchi, ya'ni bizningki siyosatlarimiz shu Xitoy bilan iqtisodiy jihatdan hamkorlik qilish orqali bu diktator davlatninki demokratlashishiga turtki bo'lamiz deb o'ylagan. Bu Yevropaninki soddaligi deb qarashga bo'ladi. Bunun neticesi nihayeti ziyonli bo'ldi. Bizning diktator davlatlar bilan bo'lgan hamkorligimiz ular shu iqtisodiy jihatdan topgan foyda bilan texmo demokratiyani texmo bo'g'ib ve başka yerlerdeki demokratiyaga ziyonli hareketlarda bo'layotganligini ko'ryapmiz. Biz yaqında shuni ko'rdikki, masalan bizning davlatlarimizda Xitoyning saqchi punktlarining harakat qilayotganligini anladik va nihoyat cho'chib ketdik. Biz o'zimizning territoriyasidagi barliq xalqni qo'g'dashni o'zimizning majburiyati deb qaraymiz. Covid jarayonida shu yerda masalan temperatura o'lchaydigan asboblar Xitoydagi Hikvision degan tashkilotdan yasalgan. Bir necha yilning oldida biz Yevropa parlamenti İlham To'xtaga eng yuqori kishilik huquq mukofoti, Sakharov mukofotini berdik. Biz Sakharov mukofotini
qırğınçılık Xitayning qo'li bilan bugungi kunda davom qilyapti. BDT'den, bütün dünya xalqaradan, her qaysi sükut turayotgan musulmon davlatlardan ümid qilmanki, tajovuzchi Xitoyning vatanimiz shaxsida yurgizayotgan qirg'inchiligini cho'qim e'tirof qilishini, biz uchun dasturishini, biz tarafda bo'lish shu xalqimizning qirilib tugab ketishdan burimizga yordamli bo'lishini chin dilimdan umid qilaman, ham talab qilaman. Bo'lsa bir yilqi betaraf bir guruhini avatib, shu yerda bo'layotgan haqiqiy ahvolni ko'rib bir Uyg'urlar uchun bir amaliy bir ish qilishni talab qilaman. Eng tez arada oradagi so'yqirmni to'xtatib, bizning oradagi zulm chekib yurgan, so'yqirmga yurgan qardoshlarimizni qutqarmoq uchun bir hemen bir ishga kirishmasligini rica ediyoruz. We call on the whole world to act against the genocide attempt that dishonors the 21st century. Otherwise, the silence and apathy towards the persecution will leave a disgraceful mark in the history of mankind. Which steps should the United Nations take against these atrocities? What should European Union member states and other governments do against this genocide and the crimes against humanity? What kind of responsibility falls upon politicians, academics, media, and non-governmental organizations in the face of these events? These questions will be at the center of the International Uyghur Forum, which we launched today in Brussels. It is a humanitarian duty to end the suffering of millions of Uyghurs and to put an end to this genocide. Now is the best time to take action. Thank you so much, and I'm told that we have to end the session by 10:25, so we have around 9 minutes. Bugün yığınni biraz keç başlap qo'yishga majbur bo'lganligimiz uchun faqat bir 9-10 minutlik vaqtimiz bor. Shuning uchun vaqtni chang tutib men bu kam shoirlar bo'lgan dialogni boshlamoqchi. Hammalar bu yerdan boshqa kam shoirlarni hammalar yaxshi biladi. Ularninki ma'lum qilgan Xitoydagi bu jazo lagerlaridagi vahshiy vaziyatlar haqida, tafsilotlar haqida hammalar obdan biliglik bo'xtim. Ben elbette bir yerde bo'lgan nuqtalarni qaytlamayman, faqatlam mushukdan fursatdan foydalanib bir qancha muhim so'zlarni qilmoqdim. Jumladan bular mushunchalarga qabohatni beshidan kechiribdi. Mushundaq vahshiylarni beshidan kechirgan bir insonlar supusi bo'lishi bilan bu yerda bizlarga bildirib jahondaga Uyg'ur masalasiningki, Uyg'ur qirg'inchiligininki to'nilishiga bilish uchun zo'r kuch ko'rdi. Lekin biz shuni to'nib yetishimiz kerakki, bular shu yerda bu qabohatni beshidan bevosita o'tkazgan bo'lganlik uchun tanıştırmayman, hemmanlar bilisizler. Ben bularning o lagerlardaki beşirin ötken içinişlik keçirmişlerinin birden bir sorap oltamayman. Çünkü köp yerlerde bu qarindaşlarımız guvalıklarını verdi. Biz köp allarda bularning normal hayatta nima qiladiganligini biz odatda so'rab yurmaymiz. Shunchalar içinişlik vahshiy Xitoyning jinoyatlarini ko'rgandan keyin bularning kundalik hayoti qanday? Psikologiyasi normalmi? Her günü ettiğin kopap, şu azaplardan, şu açık hatıralardan kutulandı. Biz bularını hazırgıç bularını anlap bakmadı. Şunlaşkı şu kayıp kalan 7 minut vakitte ben şu qarindaşlarımız kıskan şunu sonra baksam bularının gündelik hayatları hakkında. Sayrıgül sizden başlayılı. Özünüz yaxşı mı, normal mı? Özünüzde qanday his qilasiz? Assalamu alaykum. Bugungi bu moyimizga qatnashgan barliq xonimlar bilan apandilar, hammalarga salom. Ko'p rahmat. Hamda bundaq bir inson qalbidan chiqqan zulmatni unutib ketish asli mumkin emas. Men faqat tamoq yegan vaqtimiz, tamoq oldiga kelgan vaqtda aşı qarindoshlarni eslayman. Ko'z oldimga keladi. Uxlayolmayman. Yana salomatligimdan butunlay ayrilib qolgan bir inson. Lekin oilam birinchi oilamdan kuch-quvvat olaman. Ular mening yonimda har vaqt meni qo'llab turadi. Ikkinchi, men yolg'iz emas.
Mening keynimde aqanat suydigan, bizni qo'llayotgan, nurg'unlagan demokrat davlatlar, aqan suydigan shaxslar bizning keynimizda turibdi. Biz bilan birga kurash qilyapti. Buningdan kuch-quvvat olaman. Yana aşı milyonlagan irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan qarindoshlarning ovozini butun dunyoga anglatish mening bir insoniy borchim deb hisoblayman. Buningdan kuch-quvvat olaman. Tarix shuni isbotladiki, aqaniyat aman bir kuni g'alaba qiladi. Men ashunda Xitoyning ashi qiyin qistoq vaqtlaridimi mushu sababdan hech qanday umidimni uzmadim. Bu zulm aman bir kuni tugaydi. Aqaniyat aman bir kuni g'alaba qiladi. Men shuningga ishonaman. Faqat biz sizlar bu kurashimizni to'xtatmasaklar. Shunga men butun dunyodan mushu Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa harakat qiladigan vaqtga o'tadigan vaqt keldi. Hammanglardan tezroq harakatga o'tadiganga chaqiriq qilaman. Umid kutaman. Mushu umid meni mayli qancha qiyin bo'lsa-mu, qancha qismatda yashayotsammi, mushu umid meni to'xtamay ilgarilashga, to'xtamay kurash qilishga yetilab kelyapti. Hammanglarga rahmat. Sizden devam kılın. Salam hanımlar, efendiler, kadirlik vatandaşlarım, menden hammanglarga köptün köp salam. Ben dastlabda Xitoyniki jazo lageridan qutulib Fransiyaga chiqqan vaqtimda vaqtning o'tishi bilan hammani unutib ketaman deb xato o'ylabdiman. Biroq vaqtlarning o'tishi bilan bu lagerdagi hayotimiz bizni texmi bir xil ro'yi va jismoniy jihatdan bizni shundoq bir cho'ng ziyonkashliklarga uchratyapti. Men jismoniy jihatdan bel-putlarim og'riydigan, davomli beshim og'riydigan, tutilish qobiliyatim intayin nacharlashgan holatda, unga ko'zimning ko'rish quvvatim intayin nacharlashdi. Men davomli bir tush ko'raman, qor bosadi. Bu tushimda shu Sharq Turkistonga berib qilib, endi Xitoy meni o'tirib yotgan bo'ldi. Men nima uchun kelgandiman deb bir xil qo'rqinish ichida yurgim sep ketgan, tabis ketgan holatda o'g'inib ketaman. Men bu tushni davomli ko'raman. Uning kayindan ro'yi jihatdan men intayin bir xil qo'rqanchoq bo'lib qoldim. Hammalar köpün köp rahmet. Assalamu alaikum. Suyumluk hanımlar, efendiler, hürmetlik vatandaşlar. Menden sizlerge salamlar olsun. Bu nayet yaxşı bir tema oldu. Şahsen menmu, şu vatandan başlaplan bu kesel, uykusuzluk kesel en ağır mende. Uyku fakat yok. Menmu yukarıda bu qarindoshlarimiz degandek. Bu yer chiqqandan keyin balkim o zulmat unutib ketmaydi deb o'ylagandim. Chunki Yevropada men o'zim intilgan, men kecha kunduz umid qilgan, menga eng zo'r madad, ilhom bo'lgan birdan bir qizim Yevropada o'g'ashqa. Men shu qizimdan yana qaytib kelsam, bu ishlarni unutmayman deb o'ylagan. Aksicha bu bundaq bo'lmadi. Chunki u vatandagi shu chorasiz qolgan, o'zining ovozini chiqaramayotgan shu xalqimizning zulmini ovozimiz anglashimiz kerak. Şunları biz to'xtatmay anlatıp kelyapmiz. Bu işlarni unutmak turmak, kundilam, mayli tamoq yeyli, mayli suv ichayli adisiga her daim biz bilan sohidek ergishib turdi. Bu biz unutish mumkin emas ekan. Balki biz cho'nqirlab kirib boramiz buning ichiga. Shuning uchun mishaydi men gapni qisqaldi. Bütün shu inqilob sepidagi barliq qarindoshlarimizdan va hozirgacha uyg'onmayotgan shu xalqimizdan shunda umid qilma, chaqiriq qilma, uyg'onayli, harakatga o'tayli. Hazır ko'ryapmiz mana vatanimizda biz bu qancha kuchli harakat qilgan sari, qancha kuchli anglatgan sari tajovuzchi Xitoy xalqimizga bo'lgan zulmni texmi kuchaytiryapti. Bu zulm to'xtamayapti. Shuning uchun biz cho'qim to'xtatib qo'ymasligimiz kerak bu harakatni, bu davoni. Cho'qim Saragul xonim abay deganga o'xshash bu zulm oxirlashadi. Vatanimiz cho'qim ozodlik kunlarini cho'qim kutib olamiz. Ulug' Alloh bizga yor va yordamchi bo'lsin. Allohga rahmat. Assalamu alaikum, hürmetlik qarindoshlarım.
Men 20 yıl ticaret qilib 2017-yılı şu Ürümçi kirgan vaqtda, bagan vaqtda şu otelden tutup ketdi, terrorist dedi. Mana terrorist degan xati. Men terrorist emas, mening Uyghur milletim terrorist emas. Men aşı lagerdan çıkan vaqtda, Konstitusiya türmüden çıkan vaqtda Qozog'iston kelib 20 kun aşatki kızlarının degan amanat degan sözleri aşat köygen zulümni unutamay aşı 20 kun ballarım, nevrelerim gözüm görünmey. Türkiye'ye kelip davadan eşik başladım. Eşetki kalan, günde kızlar, yaş kızlar deydiğen gaplar hazırgıçı, isimde hazırgıçı kulağımda. Herkes bizni unutuqaman, bu şey ötkenlerdeymiş, köygen küllerini unutuqaman. Bütkül milletlerden dep eşet kızlar amanet diyen, şu amanetlerini hazır, bütkül dünyaya ben 4 yıl oldu çıkınımga. Amanetten dep kivat men kızlarını herkes unutumadım. Salametler tarafından bek eğir. Börekte taşpa dedi hem de hazır o sigortam vaqt ötüp ketip onu kımında 14. çisla yan bir tekrar kıldı. Hem kan besim bek eğir kan besim tüyen kısmı yukarı kısmı hem psikikim normal emas. Yahudilar qargan psikologlar menimle işlevatırım. Hazırgıçı normal emas ben. Rahmet hem Allah'a. Yaxshimsizlar xonimlar, apandilar. Mening hayotim tenim erkin dunyoda yashayapsizmi? Ruhim bayram buktilik. Biz normal sizlardek normal insonlar o'xshash. Onlarimiz bilan, dadlarimiz bilan, balalarimiz bilan yashashimiz keladi. Ama ya mümkün bo'lmadi. Acaba hayvanlarni qo'g'dash qonunlarini ma'qullagan bu Yevropa mamlakatlariniki bizdek bir qirilayotgan bir millatni ko'rib turib, bizdek guvohlarni anglab turib, butkul qonunliq dokladlar, hujjatlar, reportlar e'lon qilinib turibmi? Ya'ni shunday bir azob oqibatni qilayotgan bizdek bir insonga bir yordam qo'lini sunmasligi meni bek jindirdi. Bu ruhiyatimizniki bu azap oqibat meni avlodlarimga ta'sir qilib, hozir bizning oilamiz butunlay shundaq tishlang'uliq, uyqusizlik, tan salomati intayin nachar, boshqa holat yashashga majbur bo'lyapmiz. Rahmat. On behalf of the forum, I would like to thank each and every survivors and the witnesses. Bu forumga vakaleten men bu yerdeki bu yığın kelip özününki kabahatlik geçmişleri, tecrübelerini bizle ortaklaşkan kahraman, batur, kayser lager şahitlerimizga hürmetimizni olağı boğan hürmetimizi bildirmen ve aynı zamanda ulanın tınliki salametlik işlerine oңuşluk dileymen. Sizlerin boğalıqınlar üçün Şərq Türkistan'daki bu Uyghur erkek kırgınçılık meselesi de zor terakkiyatla geldi. Bu vakti Avrupa Parlamentoga sahip hallık kılgan her qaysi Avrupa Parlamentininki a'zolariga köpten köp rahmet. Ularninki küçük notuklarga rahmet ve şulardek ular aytgandagidek bu faoliyatninki yaxshi konkret natijalarga bo'lishini umid qilaman. Faoliyatimiz yana davom qiladi. Faoliyatninki hozirgi nusxasida yerim boshda tugadi. Biz hozir faoliyatimizni ikinci bir zalda davomlashtiramiz. Shunga bu yerdagi kishilarninki, qatnashuvchilarninki